Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Kanalimizga xush kelibsizlar. Bugun sizlar bilan Vivo telefonida ilovalarni qanday berkitishni ko'rsatib beraman. Demak, mana Instagram bilan Telegram bor menda. Ichida maxfiy narsalaringiz bo'lishi mumkin. Shunga o'rtog'ingiz yoki kimdir kirib ko'rishi mumkin. Shunga faqat o'zingiz ko'ra oladigan qilishni o'rgataman. Bu uchun sozlamalar bo'limiga kiramiz. Sozlamalar bo'limiga kirganimizdan eng pastga tushamizda maxfiylikka kiramiz. Mana maxfiylik. Keyin maxfiy ilovalarni shifrlashga kiramiz. Keyin o'zingiz parol qo'yishingiz kerak. Mana men parol qo'yganman. Parol qo'yishingiz kerak. O'zi yangi bo'lsa parol so'raydi, parol qo'ying deb. Keyin mana shu menyu chiqib keladi. Ilovani yashirishni bosasiz. Yashirishni bosasiz. Mana shu yerdan sizning ilovangiz chiqib keladi. Demak, men Instagram bilan Telegramni yashirmoqchiman. Mana Instagramni bunaqa belgilab qo'yasiz. Tasdiqlashni bosasiz. Keyin Telegramni mana shunaqa bosasiz. O'zingizga xohlagan yashirmoqchi bo'lgan ilovalaringizga ustiga bosib tasdiqlashni bosasiz va pulni bundan chiqib ketasiz. Va mana bitta turuvdi, mana yo'q. Yashirdim. Endi buni qanday ko'rish mumkin? Yana o'sha menyu sozlamalarga kiramiz. Yana eng pastga tushib maxfiylikka kiramiz. Maxfiylikka kirgandan keyin yana shu maxfiy ilovalarni shifrlashga bosamiz va o'zingiz qo'ygan parolingizni terasiz. Keyin yashirin ilovalarni ko'rishni bosamiz. Eng pastda mana bosdik. Keyin mana chiqarib beradi o'z ilovangizni. Xohlaganingizga kirib, keyin ishlatursiz bo'ladi. Hech kim ko'rib qolmaydi. Kirganingizdan keyin mana bunaqa chiqib ketaversangiz yo'q bo'lib qoladi. Yana shu tarzda bunaqa qilib yana kirmoqchi bo'lsangiz, yana bosaveramiz. Yana kiramizda, mana yashirin ilovalarni ko'rish yana chiqib kelaveradi. Shu videoga bitta like bosib qo'ying. Kanal yoqqan bo'lsa podpiska ham bosib qo'ying. Rahmat.